maktab va madrasadan mahrum qolgan. Sizlar 7 yildan beri cho'ponlik qilasizlar. Shu mantiq va qo'ylarni mana tug'atgan fasli bo'lgan. Namozni bilaman, boshqa o'qini o'qimadim. Endi mashallah ko'p yaxshi yildagidan bu yil bitta qanot bo'lib keladi. Maktab o'qisizmi? Yo'q, Madrasa. yo'q, Necha yildan beri cho'ponsiz? 7 yildan beri. Xo'p, aziz vatandoshlar, biroz yana chiqdim sizlarga bir guzarish tayyor qilsam. Shu odirga chiqqan odamlar ma'mul, sodda odamlar bo'ladi. Shular bilan borib musohiba olsam. Hozir ham men mana bu qul qanoti deydi shu mantiqagaman. Endi bundan keyin bu gullar bahorga yog'ib o'tib biz bular maxsus cho'ponlarga ko'p bir ajoyib ro'zlar bo'ladi. Qo'ylar mag'rab, qo'zilar mag'rab, chunki tamoman tabiat ko'k kiyimini kiyadi. Suhbat qilamiz cho'ponlar bilan. Faqat barnomamizni taqiq qiling. Qanday hozirlar? Sog'sizlar, baxayr jonlari jo'r, baxayr. Bir nima uchun o'tiribsizlar? Xo'p, kuchingiz yo'qmi? Xo'p, xatarnoq kuchingiz bor ekan. Otingiz nima azizda? Otim Zayraddin. Zayraddinjon. Cho'ponsizmi? Necha yildan beri cho'ponlik qilasiz? 6-7 yildan beri cho'ponlik qilaman. Maktab o'qimaysiz? Mulla. Mulla o'qidim. Arzam qor yaxshi o'qiydi. Boshqa o'qimaysiz. Namozingizni bilasiz. Nima uchun o'qimadingiz maktabda? Mullaga. O'ylab bor edimda, sonra o'qilmadi qanday. Shavq aloqa qanday? Shavq aloqangiz bormi o'qisangiz? Bor. Nima uchun o'qiysiz? Qanday qilaring? Ro'z etmasam ham ro'zini katta yuriydi-da. Aferin. Ro'zg'or qo'ymaydi. Ro'zg'or qo'ymaydi. Xo'p. O'qiymiz alhamdulillah. Mashayxlar qor yog'sa nima yaxshi o'qiydi. Bir yilga 2-3 nafar qor yog'adi. 2-3 nafar o'qiladi. Yo'q, har vaqt o'qiydi. Qo'yim ko'ydan ketadi, borga chiqadi, o'qiymiz-da o'qiydi. Xo'p. Nechta qo'yingiz bor? Bir 40 ta. 40 ta. Qani qo'zilarni ses keladi, qo'ylar ses keladi, tug'mi? Tug'ayotgan vaqti bo'linmi? Shurada tug'ayotgan vaqti bo'lgan. Tug'ayotgan vaqti bo'lgan. Qanday yillar bu o'tlar tuyami qo'ylar? Mashallah yaxshi. Sarishdaymi? Sarishda yeydi ham, har cho'lga chiqaradi, buxar chiqaradi. Cho'lga emas sarishda. Xo'p. Sen oting nima edi? Mansurjon, sen nima boqasan? Qo'y boqasan. Nechta qo'ying bor? 15. 15 ta? Sen mulla maktab o'qimading? O'qiyman. O'qiysan? Sinfchansan? Mulla o'qiyman. Mulla o'qiysan, qayerga? Bosh masjid. Shu masjidga? Yanqishloq saroy. Saroy qalagan. Nima o'qiysan mullaga? Qoida o'qiysan. Xo'p. Nechta 14 ta qo'ying bor deding? Yo'q, 15. 15 ta qo'y. Necha yildan beri cho'ponlik qilasan? 1. Tashakkur, salomat bo'linglar. Endi bu yerga sizlar 7 yildan beri cho'ponlik qilasizlar. Shu mantiqalarning oti nimadi? Qayerga cho'ponlik qilasizlar? Qaysi mantiqalarga sizlar qo'y boqasizlar? Bizlar Kaltashur, Polvonsoy, Qulg'onati, Daymali, Yelisoy shularga mol boqamiz. Xullos shoxlarga nimalarga qotara bo'la shoxlarga o'rlatamiz. Sarishda yeydi axshamlikka, boshqa o'tir o'zini o'tkazadi. Erta axsham sarishda beramiz. Qo'zisi bor. Qo'zisi bo'lsa, sarishda bermasa bo'lmaydi. Qo'zilik qo'ylar ko'tara olmaydi, sut qilmaydi. Boshqa o'tir o'zi o'tadi. Alhamdulillah, ro'z terbilar. Tashakkur. Aziz va qadrli tomoshabinlar, mana biz cho'pon bilan suhbat qildik va o'tirib yana suhbat qilamiz. Bizda idomay barnomamizda ta'qib qiling va sizlarga bularning aytilgan gaplari bor, ko'p gaplar bor eshitgan yo'qsizlar. Cho'ponlar ko'pisi qadimlar bor edi. Har cho'pon qo'ydi ketiga yo qo'ydi tog'larning ustiga o'ziga loyiq nimalar o'qiydi. Tarona yo tura yo sabzivon shu narsalar o'qiydi. Bilmadim bular qandaydi? Faqat bizni nima qiling, ta'qib qiling va biz bilan bo'ling. Biz bulardan hatman yo turasi bo'lmasa, hatman bular bir yaxshi gaplari bo'ladi cho'ponlarni. Sizlarga taqdim qilamiz. Bizni faqat unutmang. Aziz va qadrli tomoshabinlar, mana biz 4 ta cho'pon ukalari biz bilan suhbat qildik va 4 talavlari ham madrasa va maktabdan uzoq. Vali bular o'qishga aloqalari ko'proq.
umidvormanki bularga o'sha tahsil va ta'lim olish fursatlari bo'lsa, maktabu madrasalardan mahrum bo'lmasa, o'shandayki qishloqlarni o'sha Ro'stolarga va shaharlardan chetga qolgan mahrum qishloqlarga albatta bunday bolalar, bunday yigitlar maktabu va madrasadan mahrum qolgan. Umid qilamanki, oyndalarga ham shunday yigitlarimiz maktabda o'sha yaxshiliklardan istifoda qilsalar. Hurmatli ko'ruvchilar, barnomamizni ta'qib qiling. Hurmatli ko'ruvchilar, cho'ponlar bilan qissa qildik. 10 daqiqa suhbat qildik. Barnomamizning idomasi bor va bular bilan yana ham soyni bu tomoniga, ya'ni Girini bu tomoniga o'tamiz va bular menga qo'y qo'zini ko'rsatadi va bir kun ham da'vat qildilarki, yana ham bir barnoma, yaxshi bir go'zal barnoma to'ldiramiz va keling da'vat qildilar. Inshaalloh kelasi haftagacha sizlarni Alloh taolaga topshiraman. Yana ham yaxshi barnomalarimizni ta'qib qiling. Sizlarga mana shu tabiatlardan inshaalloh taolo yaxshi, go'zal va chiroyli, yoqimli videolarga tahya qilib va poylashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.